Ko'rsiz bolani oyog'ini tebratsangiz mana beshikka o'xshab tebrangan. Normada holatida oyog'i tegish kerak mana bunday bo'lib ochilib. Endi mana bu holatda mana muskullarimiz tarang holatda qolyapti. Tarang holatda qolishga sabab bola yo o'tirishda paxotkani noto'g'ri o'tiradi mana o'tirishini yoki bo'lmasam biz yoshlikda katta qilishda hadinoyda katta qilib qo'yamiz. Hadinoyda yoki kalaskada katta qilib qo'yamiz. Shunda oyog'ida ichkariga buruvchi muskullar hisoblanadi. Endi mana bu muskullar, ya'ni sonni, mana bu son suyagini keltiruvchi muskullar hisoblanadi. Mana keltiruvchi degani mana tashqaridan ichkariga tortuvchi muskul hisoblanadi. Endi bu muskul, mana shu muskul o'sha yo hadinoyda ko'p katta qilishimiz yoki ko'p kalaskada o'tirgizish yoki bo'lmasam bolani kech yurish holatlari mana shu muskullarimizni shakllanishidan orqada qolgizib boradi. Yoki bo'lmasam rahitni kasalligini hisobiga muskullar gipertonus holatida qoladi. Gipertonus holatida qolgandan keyin endi bola katta bo'lgan sari bu muskulni asosiy vazifasi oyoqni ichkariga burish. Mana oyog'imiz ko'tarib tashlayapmiz, ichkariga burish bo'ladi. Chanoq son bo'g'im bilan tizza bo'g'im harakatchan bo'g'im bo'lganligi uchun bu muskul tarang holatda qoladi. Tarang holatda, ya'ni o'tirg'ich suyagimizdan tizza bo'g'imizni ichki yuzasiga kelib birikadi. Ya'ni birikayotgan sohasi mana o'tirg'ich suyagi hisoblanadi. Mana shu yerga tizza bo'g'imni ichkariga, ya'ni 3 ta baquvvat muskul hisoblanadi. Shu muskullarimiz tarang holatda qolgandan keyin endi bola yurishni boshlaydi yoki katta bo'lishni boshlaydi. Oyoqni tashlayotganda mana ichkariga qarab tashlayveradi. Ko'ryapsizmi? Mana oyoqda o'qi tekis opa mana liniyalari bir xilda. Fiziologik varus yoki patologik varus degan narsalar yo'q. Plastostopiya yo'q bolangizda. Yaxshi. Faqat sonni keltiruvchi muskullarimizda tonus, gipertonus holatida bor. Qani toy tushunchi? O eshikni oldiga boramiz. Yalang'oyoq tushamiz. O eshikni oldiga boramiz. Menga qarab yurib kelamiz. Menga qarab. Qani yurib keling-chi. Ko'ryapsiz-a, opa bolani oyog'ini? Ya'ni bolada mana ko'rsak, oyoqni juplaymiz endi chiroyli qilib. Fiziologik varuslik boshqa narsa yo'q. Faqat oyoqda shu muskullarimizni tonus holatini ko'rsatadi. Tushundingizmi? O'sha muskullar. Endi bunga fizioterapiya olish kerak yana. Fizioterapiya olish kerak. Fizioterapiyadan tashqari, opa, o'zingiz uyda mashqlar, opa, oyoqni bukkan holatda, mashqlar, yozib, bukib, fizioterapiyadan tashqari, tushundingizmi? Mana bu mashqlarni o'zingiz alohida asobiy shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Bola bilan, tushundingizmi? Keyin velosiped minadimi? Velosipedni ko'proq mindirish kerak. Uyda mashqlar, mana yer uyda o'tirasizlarmi? Yer uyda o'tirsangiz bir 10 metr chiziq tortib berasiz. Bir xilda qilib uzun bitta chiziq tortib berasiz. Bola qarab turasiz endi unga. Mana ko'rsangiz bola mana bunday tashlayapti, oyoqni. Endi shu chiziqqa tovonni tashab yurish kerak bola. Mana tovonni tashab yurish kerak. Yine yurayotganda oyoqda uchida ko'proq yurish kerak. Tovonda yurish kerak, tovonida yurish kerak. Keyin kichkinagina to'p olib berasizda, uni setkaga solib berasiz. Setkaga solib berasizda, oyoqni shu ichkari tomoni bilan tepish kerak hali to'p. Ya'ni oyoqni shu tashqari tomonga ochuvchi mana bu muskullarni shakllantirish kerak. Ya'ni ichkariga tortayotgan muskulni bo'shashtirib, tashqariga tortadigan muskullarni shakllantirish kerak. Shu oyoqni ichkarisi bilan tepish kerak bo'ladi. Har kuni yarim soat davomida shug'ullansa bola, ana o'shanda o'zgarish bo'ladi. Qancha ko'p shug'ullanib, qancha ko'p bolada ter chiqsa, ana o'shanda o'zgarish. Bo'lmasam bolangizda o'zgarish bo'lishi qiyin bo'ladi. Yana oyoqni ichkariga tashab bosaveradi. Oyoq kiyim olib bersangiz, hech qancha kiymay maymog'ini chiqarib yuboraveradi. Mana shunday holat. Faqat o'ziga bog'liq, qo'shimcha o'sha lichenalar va onasiga o'ziga bog'liq.